Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Mana sizlarga yana bir qisqa intervyuni taqdim qilaman. Opamiz oilaviy Qoraqalpog'istondan kelgan opamiz oilaviy davolandilar va o'zlarini natijalarini xalqqa isbot qilishni istaysizmi deganimga bajonadim dedilar. Guliston opa, Qoraqalpog'iston qayerda turasiz? Beruniy tumanida, Qoraqalpog'iston Beruniy tumanida. Endi mana siz menga oilaviy keldingiz. O'zingizda muammo bor edi, turmush o'rtog'ingizda, akada nevarangizda muammo bor edi. Nevarangizda nima bor edi? Bunda allergический yo'tal bor edi. Hozir Qanchadan beri shu dard bilan qiynalib kelardi? Shu tug'ilgandan beri 6 yoshda hozir bor edi shunaqasi. 6 yildan beri bor edi. Hozir Allohimga shukr, sizga kelib yaxshi bo'ldi. Yaxshi. Adashmasam 3 ta seans ishladik. 3 ta seans giyohlar bilan. Giyohlar bilan, hech dori darmonsiz giyohlar bilan. Endi hurmatli tomoshabin, bu yerda giyoh berildi, biokinetika qilindi, hujayralarga ishlandi. Xullas, nerv sistemasini o'ylandi, mana natija. O'zingizda nima bor edi? O'zimda ikkala tizamda og'riq bor edi. Asosiy shu edi. Hozir yaxshi. Oldingi oyoq og'rig'ingizni, oldingi hayotingizni va hozirgi hayotingizni ajratib bera olasizmi? Misol uchun, nechi balga, mana oldingi hayotingizni dardlaringizni, og'riqlaringizni 100 deydigan bo'lsak, 100 deydigan bo'lsak, mana endi hozirgi holatingiz, muolajadan keyingi holatingiz nechi? O'sha dardlar, og'riqlar 95% yaxshi. Bu rezultatmi? Rezultat 95%. 5 ta muolaja oldilar o'zlari, hozir mana profilaktikaga keldilar, yana ozginagina o'sha muammolarni olib tashladik, lekin mana 90-95% aradan 4-5 oy umumiy o'tyapti. Misol bir oy ketdingiz, mana hozir yana profilaktikaga keldingiz, 90-95% natija. Hayot sifati o'zgardi. Turmush o'rtog'ingizda nima bor edi? Kuchli bosh og'rig'i bor edi. Istayman. Davleniyasi bor edi. Qon bosimini ko'rmayman dedim. Bosh og'rig'ingizni qarab beraman dedim-da. Hurmatli tomoshabin, o'zim ham muolaja qilmayman davleniyani, lekin meni tushunadigan odamlarga, iltimos qilib, shunaqa menga ixlosi bor bo'lgan odamlarga men qo'limdan ko'p ish keladi. Lekin shu bonus sifatida ekspromtum deymiz, mayli deb muolaja qildik. Hozir davleniyalar yaxshi, 120. Avvallari 200 ga chiqardi, 180, 200 bo'lgan. Hozir yaxshi. Yaxshi, bosh og'riq qoldi. Oldingidek yo'q. Va qo'l og'rig'ini bo'yin nervlariga bir seans ishladik. Shu bilan ham qo'lida yaxshi, hozir yaxshi. Xullas, aka davolaninglar. Zo'r. Tashqarida o'tirib turay, endi bu ishtirok etmadi, endi bu yoqqa sig'ishmaymiz, to'g'ri tushunasizlar. Xo'p, mana shunaqa gaplar. Xoh ishoninglar, odamlar. Xoh ishoning, xoh ishonmang, mana shu bo'lib turgan qalbiy suhbat. Qalbiy suhbat hech qanaqa bergan. Pul berdikmi sizga? Shu gapni gapirib bering. Yo'q. Endi ba'zan pul berib chiqib olib gapiraveradi. Yo'q. O'zim oylab kutib, ixlos etib keldim. Allohga shukr, mana yaxshiman. Ming marta shukr, kasbingizdan barakat toping. Muhammadjon, sen ham xursand. Xo'p, eng muhimi men sizlardan xursandman. Ya'ni biza endi shu sohaga odam mehr bilan kirgandan keyin sizga mehr bilan munosabatda bo'lib, siz ham mehr bilan munosabatda bo'lib, mana shunaqangi bir mukammallik natija chiqqandan keyin xursand bo'ladi-da. Odam shundan maza qiladi. To'g'ri, menga 5-4 so'm berdingiz, albatta bepul bo'lmaydi bu, lekin bu bizni ko'rsatgan natijamiz, sizni tanangizga bo'lgan rohat, o'zgarishlar bu bergan pulingizdan bir necha barobar arziydi va katta deb o'ylayman. To'g'rimi? Endi ba'zi ketishadi, pul oladi, bu demoqchiman-da men. Olgan pulimizga mehnatimiz arziydimi? Arziydi. Arziydi.
mana negativ, mana Ova. marhamat. Xullas, e'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar. Sizga ham rahmat. Yaxshi Sog' bo'ling. bo'linglar, ko'rishguncha. Ova.